Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xudo xolasa mana sizga zagotovkalarni qilyapmiz. Firmamiz tayyor, sarog'imiz tayyor. Ustakalarimiz tumbani ko'tarib bersa, shu bilan biz ham ko'tarishni boshlaymiz. 30 ga 12 joyimiz holatda, markazimiz 3,5, eni 12, uzunligi 30. Zagotovka tugadi, shadirlarga esa tayyor. O'rta qismimiz holatda bo'ladi. Ikki yonbosh tarafimiz yakkali holatda. Chiroqlarni kesib oldik. Hozir mayda judalar joylari bor. Joylarni to'qib olsa, shu bilan ustakalarimiz beton qo'yapti. Bu yerda tumbani ko'tarishni boshlaymiz. Bu firmamiz yakkali holatda chiroqli bo'lib chiqar akamiz.